Muhammad ibn Abdulloh rahimahulloh Usul salasa deb nomlanmish bu kitobni asl mag'ziga va asosiga, mavzusiga kirishlikdan oldin bir necha muqaddima taqdim qiladilar. Mana shu muqaddimaga kirishma qilib i'lam rahimakalloh. Ey Alloh seni rahmat qilsin, sen bilgin deb mana shu yaxshi duo bilan boshlayaptilar. Bu Muhammad ibn Abdulloh rahimahullohning u kishini gapini eshitayotgan yoki o'qiyotgan odamga mehribonchiliklarini bildirganliklarini belgisi. Bu har bitta yaxshilikni o'rgatuvchining belgisi shu bo'lishlik kerak. Odamlarga mehribon bo'lishlik, ularga rahm shafqat qilishlik va ularga har doim yaxshilikni tilashlik. Bu iymon egasini, balki har bitta da'vat egasini, yaxshilik da'vat egasini belgisi bo'lishlik kerak. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, mehribonlarga Alloh mehribon qiladi, mehribonlik qiladi. Deyishganda sahobalarning ba'zilari aytishdiki, "Ya Rasululloh, biz ham mehribonchilik qilamiz ba'zilarga" deyishsa, Nabiy sollallohu alayhi vasallam mehribon odam u butun odamlarning hammasiga mehribon bo'lgan odam deydi. Do'stu dushmaniga mehribon bo'lgan odam. Mana shu odam payg'ambar alayhisolatu vassalomning haqiqiy meroskori bo'ladi.